Assalomu alaykum. Bugun juda ham yumshoqqina va mazali bo'lgan shokoladli medovini tayyorlab ko'rsataman. Avval alohida idishga 4 dona tuxum, 300 g shakar, 120 g sariyog' yoki margarin, 3 qoshiq asalni solib, past olovda gazga qo'yib eritib olamiz. Mana past olovda eritib ham oldik. Endi esa 1 choy qoshiq chani sodani qo'shib aralashtirib olamiz. Mana chani soda soldik va bitta ko'pirib chiqdi. Endi alohida idishga solamiz. Ketidan esa 60 g kakaoni elakdan chiqazib aralashtirib olamiz. Endi esa 450 g uni elakdan o'tkazib, ketidan 1 choy qoshiq rajaq litrni solib, yaxshilab quyuq massa bo'lgunicha aralashtirib olamiz. Mana unni ham solib aralashtirib bo'ldik. Endi esa havo kirmaydigan qilib strech bilan yopib 3-4 soatga muzlatgichga qo'yib qo'yamiz. Xamirimizni tayyorlab bo'lgach, ketidan kremni ham tayyorlab olamiz. Kichkina qozonchaga bitta tuxum, 150 g shakar, 3 osh qoshiq kukuruzning kraxmal, 500 mg sut va 2 osh qoshiq kakaoni solib, past olovda quyilgunicha yaxshilab aralashtirib olamiz. Kremimiz ham 3 soat vaqt davomida muzlatgichda turganligi sabab oldindan tayyorlab qo'yamiz. Kremimiz ham tayyor bo'ldi. Endi esa issiq holatida 200 g shokoladlarni solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Kremimiz sovigach, ustiga strech paket bilan yopib, 3 soat vaqt davomida muzlatgichga qo'yib qo'yamiz. Mana 3 soat muzlatgichda turgandan so'ng xamirimiz mana shu holatga keldi. Endi yaxshilab unlarni sepib, 12 ta bo'laklarga bo'lib olamiz. Bo'lib olgan xamirlarimizni yoyishni boshlaymiz. Yaxshilab unlarni sepamiz har tarafiga yopishib qolmasligi uchun. Xamirimizga ham shakl berib oldik. Endi qizib turgan duxovkada 200 gradusda 4 minut vaqt davomida pishirib olamiz. o'n 12 ta ko'rishni mana shu usulda pishirib olamiz. o'n 12 qavat ko'rishimizni ham pishirib bo'ldik. Endi esa kremimizni tayyorlasak ham bo'ladi. Muzlatgichdan zavarnoy shokoladli kremimizni olib, alohida idishga 500 g qaymoqni solib, quyuq holatga keltirib olamiz. Quyilib bo'lgandan so'ng ketidan shokoladli zavarnoy kremimizni solib, yana mikser qilishda davom etamiz.
Juda ham mazali va mayin kremimiz tayyor bo'ldi. Bu kremni nafaqat medoviga, balki boshqa tortlarga ham foydalansangiz bo'ladi. Mana endi 12 ta korjimizga krem surib, ketma-ketlikda taxlab olamiz. Har bitta korjimizga shakl berish jarayonida chetidan chiqqan xamirlarni bitta qilib, usti, ya'ni urvog'i uchun pishirib olamiz. Mana o'sha pishirib olingan xamirni yaxshilab maydalab olamiz. Maydalab olgan urvoqlarni ustiga va chetiga sepib chiqamiz. Mana endi tayyor bo'lgan medovini kremlari singib yumshoq bo'lishi uchun bir kechaga muzlatgichga qo'yamiz. Bir kecha muzlatgichda turgandan so'ng olib, ustiga shifoat bilan bezab berdik. Mana videoda ko'rib turibsizlar, orasini kesilgan holatini, kremlarga boy va juda ham yumshoqqina chiqqan. Albatta sizlar ham shu retsept bo'yicha tayyorlab ko'ringlar, barchangizga yoqimli ishtaha.